Sizlar bilan hammani o'zidagi akkaunt haqida ko'rib chiqamiz. Nimadir beta match o'ynab 100 levelchalar. Ana hamma shunaqa deb o'ylayapti, to'g'ri. Lekin buni sekretini ochaman sizga o'zi qarab turingiz. Tak reytingga o'tamiz. Hamma shunaqa deb o'ylayapti akalar. Unaqa emas. Mana qaranglar. Reytingni qani shu kerakmi bilasiz? Hamma o'ylanyapti mana. Mashina ko'ringlar, ajalab bilan mashina ko'ringlar. Ulug' bo'lmasa, mana qaranglar bilan. Hamma shunaqa o'ynagan mashinani qaranglar bilan, pizdesu. Qara, nechanchi mavsumgacha o'ynagan? Tak 7 o'ynagan. 7 ni ham o'ynagan. Tak 8 o'ynagan. Keyin yana 8, 9 yana 10 hammasiga o'ynab kelgan o'sha. Keyin 10 dan keyin tak 16 ga ham o'ynagan. 17 o'ynagan. 18 o'ynagan. 19 o'ynagan. Hubbi ham o'ynagan. Tak. Короче, qanchacha o'ynagan? Bular ham o'ynagan. Yabat. Hamma loq bo'lib shunga o'shanib o'tiribdi, bilib. 13 gacha o'ynagan короче mana bu yerdan. 13 gacha o'ynagani. 13 gacha. Ko'rdinglarmi? Sirni ochaman dedim, ochdim. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Davay bolalar, gaplashamiz. Biz sekretni ochaveramiz, siz like obuna esdan chiqmasin.